tashqi ko'rinishda mana buni nisbatlarini fenotip bilan yoza olaman. Demak, bu qizil. Bu qizil gulli. Bu qizil gulli. Chunki dominant A bor bu yerda. Endi mana bu esa oq gulli bo'ladi. Demak, fenotip bo'yicha nisbat 3 ta qizilga bitta oq to'g'ri keladi. Genotip bo'yicha nisbatni qanaqa qilib ajratdi desa, mana bu geniga qarab oldi. Mana dominant gamozigotalar nechta desa bitta. Ha, endi heterozigotalar nechta desa ikkita. Ha, resessiv gamozigotalar nechta desa bitta. Demak, u o'zini birinchi qonunni davom ettirish hisobiga o'zining ikkinchi qonunini ham yaratdi. Ikkinchi qonuni. Bu qaysi qonun desa, bu belgilarni ajralish qonuni. Demak, bu qonunning nomi belgilarni ajralish qonuni hisoblanar ekan. Ya'ni belgilar mana ajraldi. Bu ikkinchi qonun. Belgilarni ajralish qonunida xulosaga keladigan bo'lsak, fenotipik genotip nisbatlar quyidagicha. Ya'ni 3-1, fenotipik genotip nisbat 1-2-1. Buni foizda ifodalasak, 75% ga 25%, 25% ga 50% va 25% genotip nisbatlar hosil bo'ladi. Va bu qonun Mendelning ikkinchi qonuni bilan fanga kirdi. Demak, resessiv gamozigot organizm yo'q bo'lib ketmasdan keyingi avlodlarda namoyon bo'libdi. Menimcha tushunarli bo'ldi darsimiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.